Yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Ismim G'olibjon. Hozirda o'zimni tanishtirsam, hozirda Yaponiyada Nagoya shahrida universitet talabasi hisoblanaman. Lekin qo'shimcha ish sifatida 2023-yildan boshlab aynan Tokutei-Gino proyekti bilan ishlab kelaman. Boshida faqat o'zbek vatandoshlarimizga imtihonga ro'yxatdan o'tkazish, imtihonga qanaqa tayyorlanish bo'yicha shunaqa kurslar qilganman. Va keyinchalik bu narsa rivojlanib hozir aynan ya'ni imtihondan o'tgan nomzodlarni Yaponiyaga ishga joylashtirish bilan ham qaysidir ma'noda shug'ullanib kelyapmiz. Bundan keyin bu loyihamizni kengaytirish maqsadimiz bor. Bugun sizlar bilan asosiy, ya'ni main yo'nalishimiz aynan Yaponiyada yangi ochilgan trak haydovchilik sohasi bo'yicha bo'ladi. Lekin hozir men seminar yozib olyapman. Bundan maqsad aynan bu seminar orqali bundan keyingi ya'ni bu sohaga qiziqadiganlar uchun ham bir muhim ma'lumotni berish maqsadida YouTube kanalimizga joylaymiz. Shuning uchun bugungi seminar yozib olinadi. Demak, boshlab o'tsak bo'ladi. Asosiy qismga o'tsak bo'ladi. Ekranda men sizlarga share qilaman. Demak, boshladik akalar. Yaponiyada ish hozircha yillarda ko'pchilik bundan oldin ham ovozga qo'yganimda 50-50, ya'ni Yaponiyadagilar ham bor, Yaponiyaga kelmaganlar ham bor. Ya'ni O'zbekistondagilar ko'proq ekan. Boshqa davlatdan kuzatib turganlar ham bor ekan. Endi Yaponiya haqida ko'p eshitgansizlar. Hozir Yaponiya haqida ham qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, Yaponiyada ish, bizani asosiy bugungi sizlar bilan Yaponiyada ishlash deganda albatta hozir Yaponiya vizali davlat hisoblanadi va vizani qo'lga kiritishimiz kerak bo'ladi. Vizani ham har xil nimalari bor, turlari bor. Masalan, oddiy Koreyani ko'pchilik biladi. Koreyadan Y9, Y5, Y2, Y7 degan vizani turlari bor. U vizalarning turlari sizga qanaqadir imkoniyatlarni beradi, qaysilari qanaqadir imkoniyatlarni cheklaydi. Xuddi shunday Yaponiyada ham vizani turlari bor. Qanaqa viza turlari bor desa, endi viza turlariga to'xtalmaymiz. Biz asosan sizlar bilan bugun Tokutei-Gino vizasi haqida gaplashamiz. Tokutei-Gino buni o'zbekchaga tarjimasi maxsus malaka degani. Endi yapon tilini biladiganlar mana bu kanjini o'qib qolsa kerak. Tokutei-Gino ya'ni maxsus malaka degan ma'noni bildiradi. Bu vizani Yaponiya nima uchun ishlab chiqdi? Qarang. Tokutei-Gino vizani ishlab chiqishdan maqsad nima? O'zi Yaponiyaga bu vizani chet elliklar uchun berishdan asosiy maqsad nima desanglar, qarang. Yaponiya inson resurslarini ta'minlash qiyin bo'lgan ayrim sanoat sohalarida ishchi kuchi yetishmovchiligiga javoban ma'lum bir darajada mutaxassislik va ko'nikmaga ega darhol ishga kirishishi mumkin bo'lgan xorijiy ishchilarni qabul qilish uchun yangi turdagi rezidentlik maqomi degan o'sha viza turi degan rezidentlik maqomi Tokutei-Gino maxsus malaka tizimini 2019-yil aprel oyidan joriy qildi. Qisqa qilib tushuntiraman. Yaponiyada odam, ya'ni tug'ilish kam va bu tug'ilish kamligi tufayli ishchi kuchi yetishmovchiligi ortib ketyapti va bu narsani Yaponiya yetish maqsadida ma'lum bir ko'nikmaga ega bo'lsin, tezroq ishga joylashib ketishi mumkin bo'lgan o'shanaqa Tokutei-Gino vizasini nima qilgan? Joriy qilgan 2019-yil aprel oyidan, ya'ni hali bu viza chiqqaniga bugun bu yil 2023 6 yil bo'libdi. O'zbeklar ichida bu viza hali umuman bunaqa keng tarqalmagan. Hozir Tokutei-Gino vizasini qo'lga kiritib o'zbekistonliklar, ya'ni ishlayotgan Yaponiyadagi hamyurtlarimiz 70 atrofida, ya'ni butun bir 7000 ga 8000 ta Yaponiyada o'zbeklar bo'lsa, shularning ichidan atigi bir 70 yo 65-70 taginasi mana shu vizani qo'lga kiritgan. Ularda ham eng bir 30-40-50 tasi oxirgi mana shu 1-2 yilda. Ya'ni bu viza hali o'zbeklar ichida uncha ko'p keng ommalashmagan viza hisoblanadi. Lekin Yaponiyada ishlash uchun eng zo'r viza hisoblanadi, men bemalol ayta olaman. Demak, Tokutei-Gino vizasi haqida gaplashar ekanmiz bugun sizlar bilan. Endi Yaponiyada ishlashingiz mumkin bo'lgan Tokutei-Gino sohalari. Ya'ni siz endi Yaponiyada Tokutei-Gino bo'pti, okey, men Tokutei-Gino vizasida ishlamoqchiman. Любой sohada ishlasam bo'ladimi? Yo'q.
Ya'ni soha ko'p. Hozir soha 1000 ta soha bor dunyoda. Masalan, Yaponiyada sohalar hisoblasak 1000 ta IT bor, menejer bor, grafik dizayn sohalari. Soha ko'p. Qurilish, qishloq xo'jaligi soha ko'p. Shularning ichidan nima deydi? Qaysi birlarida toktigino bilan ishlay olamiz desanglar, 16 ta sohada toktigino vizasini qo'lga kiritishinglar mumkin. IT sohasida ishlamoqchi bo'lsanglar, toktigino vizasi yo'q. Ya'ni unaqa viza bermaydi. Biror kompaniya sizda IT mutaxassis qilib olmoqchi bo'lsa, masalan, unga toktigino viza bermaydi. Sizga boshqa, ya'ni boshqa turdagi keyingi boshqa turdagi vizani berishga, ya'ni majbur bo'ladi. Endi 16 ta soha bilan kelinglar tanishib chiqaylik, qanaqa sohalar ekan. Birinchi, qariyalarni parvarishlash. Yaponiyada bu soha eng number 1 soha hisoblanadi, chunki qariyalar juda ham ko'p. 30% aholi 65 yoshdan oshgan insonlar bo'lganligi uchun, ya'ni bu yerda qariyalarga qarash degan xizmat juda ham anaqa ko'p. Endi ikkinchi, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish. Bu qanaqa soha desanglar, bu zavodlar, ya'ni zavod degan boyaga temir ishlab chiqaradigan bolt, gayka, mashinani ichki qismlarini ishlab chiqaradigan soha aynan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasi hisoblanadi. Kema sozlik va dengiz sanoati. Bu endi Yaponiya orol bo'lganligi uchun kema sozlik juda ham qaysidir rivojlangan, kema bilan juda ham katta Yaponiyani qaysidir ma'noda оборот, ya'ni o'sha yalpi ichki mahsulotga juda katta nimasi tegadi, kema sozlik sanoatini ham. O'shaning uchun bu soha ham bor. Aviatsiya qiziq, ya'ni aviatsiya degan har bir aeroportda ishlaydigan o'sha aeroport xodimlari yuklarni tushirish, ortish, samolyotlarning to'g'riliklariga qarash, klientlarga qarash, yuklarni tekshirish. Mana shunaqa sohada ham Yaponiyada juda ham katta ishchi kuchi yetishmovchiligi kuzatiladi. Keyingisi baliqchilik. Bu baliqchilik tabiiy hol, chunki Yaponiyada 4 tarafi nima? Video chat eshitilmayapti deb yozibdi. Rostdan shunaqami? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, davom etamiz. Baliqchilik va keyingisi qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi albatta Yaponiyada ko'pchilik shahar joy deb o'ylaydi, lekin Yaponiyaning xaritasiga qarasanglar juda ham yashil, ya'ni qishloq joylari juda ham ko'p. Va o'shanga ham juda katta kuch talab qilinadi. Keyingi restoran sohasi bu albatta, chunki aholi ko'p joyda restoran biznesi doim rivojlanadi. Yaponiyada aynan restoran sohasida ham ishchi kuch yetishmovchiligi juda ham ko'p. Bino tozalash, ya'ni bu o'sha shahar ichidagi baland o'sha binolarni tozaliklari, ya'ni yuzini tozaliklari emas, asosan ichkari, ya'ni atrof muhitni ichkari, ofisdan ishlarini tozalashga ham, koridorlar, mana shunga ham juda ham katta ishchi kuchi talab qilinadi. Binoni devorlarini esa bu maxsus uni mutaxassislar tozalaydi. Bu unga u nazarda tutilmayapti bu yerda. 9-soha qurilish. Qurilish albatta bu bor. Avtomobil texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni mashina ustachiligi bo'yicha ham juda ham katta ishchi kuchi kerak. Va 11-soha mehmonxona. Mehmonxona bilamiz, Yaponiyada juda ham mehmonxona vafshe ko'p desa ham bo'ladi. Va mehmonxonada ishlaydigan o'sha xonalarning tozaliklari bo'ladi, klientlarni kutib olish, yuklarni joylashtirish, yuklarni chiqarib berish, mana shunaqa ishga ham ko'p nimalar ishchi kuchi talab qilinadi. Keyingisi oziq-ovqat ishlab chiqarish, nima? Sanoati, endi oziq-ovqat o'zimizda mana shirinliklar yoki oziq-ovqat sanoati. 13-avtomobil transport sanoati. Bu mana shu soha haqida gaplashamiz o'zi bugun. Avtomobil transport sanoati degani bu avtobus haydovchilari, taksi haydovchilari va trak haydovchilari, ya'ni yuk mashina, yuklarni olib borish, ortish, kelish hamma sohada, любой nima deydi? Sohada o'sha trak haydovchilariga talab juda ham katta. Va o'rmon xo'jaligi bo'yicha ham juda ham katta ishchi o'rni kerak va temir yo'l sohasiga ham odamlar kerak, yog'och sanoatiga ham qaysi ma'noda ishchi kuch kerak. O'ylab qarasak, mana 16 ta sohani o'qidim. O'zi shulardan deysiz, masalan, o'zi asosiy davlatdagi sanoat shu. Haqiqatdan eng asosiy sohalarda Toktigino vizasi joriy qilindi, ya'ni ishchilar uchun, ya'ni chet ellik ishchilar uchun. Toktigino vizasini talablari bor. Mana bo'ldi, tushundik. Yaponiyada ishlash uchun yangi Toktigino viza ekan, okey. Va 16 ta soha ekan. Okey, bo'ldi. Men ketmoqchiman restoran sohasi bo'yicha. Men ketmoqchiman o'sha trak sohasi bo'yicha. Men ketmoqchiman bino tozalash sohasida. Xo'p, nima qilamiz? Nima talablari bor? Keyingi savol. Okey, talablar asosan akalar, ukalar, opalar, singillar, ikkita sertifikat. Birinchisi yapon tili sertifikati, ikkinchisi maxsus malaka sertifikati. Yapon tili sertifikati hozir bu yerda umuman yapon tilini bilmaydigan, hali Yaponiya
tili haqida, Yaponiya haqida umuman tushunchasi yo'qlar bo'lishi mumkin. Bular uchun alohida bitta, yana bundan keyin bitta seminar qilamiz. 1-2 haftadan keyin ularga endi noldan. Hozirgi seminar asosan yapon tili bo'yicha tushunchasi borlar uchun. Shuning uchun unaqa maydalab tushuntirmadim yapon tili sertifikati haqida. Yapon tili sertifikati bilamiz, JLPT degan yapon tilini o'qigan, yapon tilini bu unaqa qilganlar JLPT degan sertifikatni biladi. Okay, JLPT sertifikat bo'lsa, qaysi darajalar o'tadi? N5 o'tmaydi. N4 va undan yuqori bo'lishi kerak. Va faqat JLPTmi? Yo'q. JFT Basic degan A2 darajasidagi imtihon ham bor. Bu imtihondan o'tsangiz ham Tokyo'gina vizasi uchun hujjat topshirishga nima tan olinadi. Faqat bundan tashqari yapon tili sertifikatlari bor, JOT bor, Japan Online Test, JCERT bor, hozir O'zbekistonda nima qilinyapti. Yana qaysi bor? NATTES bor, ko'pchilik biladi. Ular Tokyo'gina vizasi uchun o'tmaydi. Ikkinchi sertifikat, maxsus malaka sertifikati. Bu nima degani? Bu sohaga oid boshlang'ich bilimlar bor yoki yo'qligini aniqlab beruvchi test. Ya'ni shu testdan o'tgan sertifikat. Bu qanaqa desam, bitta tushuntiraman. Masalan, qurilish sohasi bo'yicha ishlamoqchisiz yoki qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha ishlamoqchisiz. Keyin qurilish sohasi bo'yicha ishlamoqchisizda, siz faqat yapon tilini bilasiz. Yaponiyaning qurilish sohasi bo'yicha, qurilish sohasi sistemasini, u yerdagi qonun-qoidalar, xavfsizlik qoida-qoidalar hech narsani bilmaysizda. Shunday yapon tili bilan qurilish sohasiga keldingiz, ishni boshladingiz, masalan, beton qo'yyapsiz. O'sha yerda armaturan nomini bilishingiz kerak, qoliplarning nomini bilishingiz kerak, qanaqa tartibda qo'yiladi, ya'ni boshlang'ich bilimlarni bilishingiz kerak. Agar bu bilimlarni bilmasangiz, siz nima ish effektingizga ta'sir qiladi va undan tashqari xavfsizlik qoidalari bor. Nima qilganda, qanaqadir bir yomon holatga tushib qolganda nima qilish kerak birinchi o'rinda? Birinchi sezgi yordam deydi-yu, xuddi nima qilish kerak? Ularni bilmasangiz, erta kompaniyaga minus olib qo'yishingiz mumkin. Boring kompaniyaga minus bo'lsa ham, o'zingizga nimadir minusga tegib qolsa, bir narsa joiz bir narsa bo'lib qolsa, bundan yomoni yo'q. Ya'ni o'shaning uchun maxsus malaka sertifikati degan o'sha sohaga oid o'zini boshlang'ich bilimlarini nima deydi, aniqlab beruvchi test bor. O'sha testdan o'tishingiz kerak. Hamma sohanikini alohida. Yapon tili sertifikati 16 ta soha uchun ham o'tib ketaveradi bitta sertifikat. Maxsus malaka sertifikati har bir sohani o'zini alohida imtihoni bor. Mehmonxonanikini alohida, restoranniki alohida, traktiki alohida. Okay? Shuni imtihonlari bor. Endi yana chuqurlashamiz. Maxsus malaka sertifikatini qanday olish mumkin? Bu yoqda yapon tili sertifikatini qanday olish mumkin haqida menimcha bu yerda hozir yapon tilini biladiganlar biladi. Ya'ni qanaqa oladi, JLPT qanaqa sertifikat, u qachon ro'yxatdan o'tiladi, nimalar o'qish kerak. JFT Basic haqida xudo xolasa bizning Oxoy Akademiya YouTube kanalimizda men video qilaman. Bu qanaqa imtihon, qanaqa ro'yxatdan o'tiladi. Ya'ni yapon tili sertifikati haqida hozir to'xtalmaymiz, chunki hali gapiradigan gapimiz juda ham ko'p. Endi maxsus malaka imtihoni. Maxsus malaka imtihoni sertifikati haqida gapiraylik. Har bir sohani imtihoni uchun o'zini maxsus saytlardan ro'yxatdan nima qilasiz? O'tasiz. Har bir sohaning o'zini maxsus saytlari bor. Trakt sohasining alohida bitta sayti bor. Mehmonxonanikini alohida bor. Restoranniki alohida. Okay. O'sha saytga kirasiz, akkaunt ochasiz, rasm, manzil qilasiz. Endi ikkinchi imtihon to'lovlarini mavjud, imtihon to'lovlari mavjud, to'lovlarni to'laysiz. Imtihon to'lovlari $7 dan $30-40 bor. Sohasiga qarab farq qiladi. Masalan, eng kami qurilish sohalariga $7. Qariyalarni parvarishlashga $7. Masalan, trakt sohasiga $37. Qarang, 30 masalan, qishloq xo'jaligiga $36. Ya'ni sohaga qarab farq qiladi. Nimaga? Chunki o'sha imtihonni joriy qilayotgan imtihon markazini o'zini hisob-kitobi bor. Bu imtihonni qanchadan qilsak bizga как выгоднее degan masala savolni qo'yib, shunaqa imtihon pullarini qilgan. Bo'ldi, ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga tabloda chiqib keladi, bo'lsa ro'yxatdan o'tding, ro'yxatdan o'tganda siz nimalar kiritasiz? Imtihon joyini tanlaysiz, imtihon kunini tanlaysiz va imtihon soatini tanlaysiz. Va o'sha yerda yozadi, imtihon kuni sizga olib boradigan narsalaringiz. Pasport, Yaponiyada bo'lsa Yaponiya ID kartasi, asosan pasport o'zi yetarli va imtihon uchun alohida o'zini qog'ozi bo'ladi. O'sha sizning emailingizga keladi, imtihon ro'yxatdan o'tganingizdan keyin o'sha qog'ozni ham chiqarib olasiz. Ba'zilarida chiqarib olasiz, ba'zilarida telefondan ko'rsatasiz, ba'zilari unaqa qog'oz bo'lmaydi.
holini qarab nima deydi, imtihonga qarab farq qilib ketaveradi. Keyingi soha. Endi akalar zo'r joyga keldik. O'zbekistonda barcha 16 ta soha imtihonlarini topshirish imkoniyati bormi? O'zi yapon tili imtihoni haqida bitta to'xtalib o'tdik. JLPT ni ham O'zbekistonda topshirsa bo'ladi. JFT Basic ni ham O'zbekistonda topshirsa bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? Yapon tilida aytgan ikkita sertifikatim ham O'zbekistonda Toshkentda topshirsa bo'ladi. Okey, unda umumiy. Endi toktigina malaka imtihonlari haqida gaplashaylik. Qarang. Yaponiyada 16 ta soha bo'yicha ham imtihon topshira olasiz. Lekin O'zbekistonda afsuski 16 ta emas. Boshida 2 ta bo'ldi. Qariyalarni parvarishlash va qishloq xo'jaligi. Keyin qurilish qo'shildi. Keyin bino tozalash qo'shildi. Avtomobil transporti sanoat, ya'ni haydovchilik sohasi ham qo'shildi. Mana shu 5 ta sohani imtihoni O'zbekistonda topshira olasiz. Imtihon asosan Toshkent shahrida o'tkaziladi. Yana bitta ma'lumot berib ketay. Qariyalarni parvarishlash, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalari faqat Toshkentda bo'ladi. Bino tozalash va avtomobil transport sanoati imtihonlari Farg'onada, Toshkentda va Qoraqalpog'istonda bo'ladi. Mana shu O'zbekistonda 3 ta joyda bo'ladi. Okey, chunki endi bu yoq tarafda masalan Yaponiyadagilar o'ylashi mumkin, lekin biz O'zbekistonda bo'lsangiz siz yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, siz mana bunga qaraysiz. Bu faqat Yaponiyadagilar uchun. Ya'ni Yaponiyadagilar uchun ham kerakmi? Toktigina albatta kerak. Kimdir maktab til kurslarini bitiradi, kimdir kollejni bitiradi, ishga kirmoqchi bo'ladi. Ishga kiradi, restoran sohasiga kirmoqchiman. Okey, toktigina topshir imtihon. Yaponiyada imtihoni bor, okey. Lekin O'zbekistonda yo'q. Tushuntirib oldimmi? Ya'ni O'zbekistondagilar endi biz faqat mana shu 5 ta sohaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bu soha yaqinda Xudo xolasa oshadi. Restoran qo'shilmoqchi, mehmonxona qo'shilmoqchi va oziq-ovqat ishlab chiqarish, ya'ni 3 ta soha qo'shilish ehtimoli bor. Bularni biz men aynan o'zimda Instagramda Kenjag'olib va Oxoy Akademiya Instagram akkauntlarida sizlarga mana shu imtihonlardan svij yangiliklarni berib boraman, kuzatib qo'yasizlar. Endi mana shu O'zbekistondagi 5 ta sohani ham akalar bizlar mana shu 5-sohaga kiramiz. Qurilish bularga keyin kiramiz. Hozir bizga endi garaj o'zbeklar uchun eng ma'qul tushadigan soha mana shu trak sohasi bo'lib turibdi. Shuning uchun 5-soha haqida gaplashamiz. Ketdik. Okey. Avtomobil transport sanoati. Jidosha unsogyo deb o'qiladi yapon tilida, ya'ni avtomobil transport sanoati. Endi bu nima degani? Qarang, bu sohada Yaponiyaning plani qanaqa? 2030-yilgacha chet eldan Yaponiya 24500 ta aynan haydovchilarni jalb qilish plani bor. 2030-yil bu degan 5 yil ichida. Bitta saytga kiraylik. Bo'ldi, mana Yaponiyaning Nikan saytini aniq qilmoqchi edim mana. Aynan bu Yaponiyaning immigratsion saytidan olingan ma'lumot. Mana Jidosha unsogyo bunya, ya'ni o'sha aynan trak sohasini nimasi? Plani. Ya'ni 3 ta soha qo'shilgan. Torakko, trak, taksi, basu, avtobus. 3 ta yo'nalish qo'shilgan bu sohaga. Endi mayli juda ham muhim ma'lumot bor. Mana shu ma'lumotni sizlarga ulashib qo'yay. Qaranglar. Bu yerda nima deyapti? Nimalar kerak? Nimalar kerak akalar? Birinchi o'rinda o'sha toktigina imtihon haqida gap ketyapti mana. O'sha Jidosha unsogyo bunya toktigina ichigo hyoka shikin. Ya'ni taksi uchun taksining imtihoni kerak. Avtobus uchun avtobus imtihoni kerak. Endi mana yerda juda ham muhim ma'lumot. Yapon tili darajasi faqat taksi uchun, trak uchun bo'lsa, yuk mashinalari uchun bo'lsagina JFT Basic bilan N-tur o'tadi. Endi pastga qarasanglar, taksi bilan avtobusga N-tur emas, N3 o'tadi. Nimaga desanglar, chunki taksi klientlar bilan ishlaydi. Avtobus klientlar bilan ishlaydi. O'shaning uchun yapon tili N-tur daraja taksi bilan avtobus uchun nima bo'lishi mumkin? Kamlik qilishi mumkin. O'shaning uchun Yaponiyaning talabi shu. N3 bo'lsin, N3 bo'lsin. N3 darajaga JFT Basic yo'q. Ya'ni JFT Basic ham bormi? Shuni N3 Yapon JLPTning o'rnida bo'lsa yo'q. Faqat JFT Basic Yaponda o'sha N-tur uchun bor. N-tur darajaga mosi bor. N3 ga mosi yo'q. Okay? Demak, yana bu asosiy narsa mana. Reja. Nima edi? Mikomisu degani o'sha 24500 odamni Yaponiya 5 yil ichida olib kelishda reja qilingan. Mana bu raqamlar osmondan tushgani yo'q. Ya'ni bularni men nima qildim? O'sha Newcom'da saytlaridan olib sizga
yozyapman. Demak, davom etamiz. Demak, tushundik-a? Yaponiya 5 yil ichida 24,500 ta olib kelish kerak ekan chet eldan. Buning ichida vyetnamliklar bor, Indoneziya, Malayziya, Myanma, mana shunaqa davlatlar bor, Vyetnam va bular ichida o'zbeklar ham bor. Qiziq yo'q, ya'ni davlatga bo'linmagan. Qaysi davlat ko'proq harakat qilsa, ko'proq imtihonga topshirib, imtihondan o'tib, ko'proq Yaponiyaga harakat qilsa, o'sha davlatni olaveradi. Balkim mana shuni ichidan 1000 ta o'zbeklar kelamiz. Men o'ylayman 1000 emas. Biz kamida men hozir planim bo'yicha 2000 talarni biz olib kelishimiz kerak. Mening aynan boshlagan loyiham kamida 2000 ta O'zbekistondan yaxshi shofyorlarni Yaponiyaga qaysi zamonda ishlagani olib kelish. Demak, davom etamiz. Endi avtomobil transport sanoati uchun o'sha trak sohasi uchun deylik, faqat bo'ldi, trak sohasi deyman. Trak sohasi uchun kerak bo'ladigan narsalar. Yapon tili sertifikati. Boya aytdim, JFT Basic, JRPT N4 yuqori sertifikat kerak, buni aytdim. Maxsus malaka sertifikati mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi, traktika, ya'ni bu bizda birinchi imtihondan o'tib, hozir Yaponiyaga ishni boshlagan akamizni sertifikati. Mana o'sha qanaqa kompaniyaga kirgan, qanaqa nima hammasi yozilgan. Mana ikkinchi imtihon joyi qayta topshirgan, mana O'zbekiston Marg'ilon viloyati. Hozir men haylatdan qo'shib olay. Okay. Shunday mana O'zbekiston Marg'ilon Farg'ona viloyati. Endi plus akalar, plus. Bu soha uchun yana bitta qo'shimcha hujjat kerak ekan. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi. Yaponiyaniki emas, chunki Yaponiyaniki bo'lmaydi. Chunki Yaponiya imtihoni Yaponiyada topshirishingiz kerak va siz Yaponiyaga kelib olishingiz kerak. Endi nima kerak desanglar, o'sha O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi. Kamida S yoki SY. Bizda bor. B o'rdirganlar bor, keyin trak uchun S o'rdirganlar bor. B bo'lmaydi. Chunki B oddiy mashinalarni haydash uchun. Bni o'zi bilan trak sohasida kelish uchun hozir ba'zida menda ham savollar bor, ya'ni bni o'zi bilan kelsa bo'ladimi degan joylari bor. Nima deydi? O'shanga men yechim topsam, yana ham yangiliklarni beraman, lekin meni o'ylashim bo'yicha B bilan bo'lmaydi. Nimaga? Chunki siz Yaponiyaga ishga kirayotganingizda albatta pravolaringizni ko'rsatasiz. Unda agar BS mana bu nima deydi? Yuk mashinasini pravasi bo'lmasa, sizni ishga olmaydi birinchidan. Mabodo nimadir qilib pravangizni olgan taqdirda ham bu yoqqa kelganingizdan keyin pravani almashtirish degan joyga kelamiz hozir. Pravani almashtirayotgan paytingiz siz yuk mashinani pravasiga almashtira olmaysiz, oddiy pravangizni. Oddiy pravangizni Yaponiyaning oddiy pravasiga almashtirasiz. Yaponiyaning oddiy pravasiga almashtirgandan keyin Yaponiyaning yuk mashina pravasiga o'tish uchun orada vaqt o'tish kerak. Ya'ni bu yerda sizga muammo paydo bo'ladi. O'zbekistonning pravasi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Yaponiyaning sisiga o'tib ketsangiz bo'ladi. Ketdik. Endi maxsus malaka sertifikati akalar. Maxsus malaka sertifikati asosan mana bu yoqda yapon tilini oldingiz, yapon tili sertifikatini oldingiz, yapon tilini o'qidingiz, qaytadan kurslarga borib oldingiz, sertifikat N4 yoki JFT Basic muammo yo'q. Haydovchilik guvohnomangiz bor, endi sizga bittagina maxsus malaka sertifikati kerak. Shuni olsangiz o'zi bo'ldi. Siz Yaponiya uchun hamma talablarni bajargan nomzod bo'lasiz. Demak, endi maxsus malaka sertifikatidan muvaffaqiyatli o'tish uchun akalar mana bu kitobni o'qib chiqishimiz kerak. Imtihonga topshirishdan oldin, ya'ni imtihonga borishdan oldin mana bu kitobni o'qib chiqishimiz kerak. Gaikokujin no muki toraku jidosho mezasu hito no tami gakushu yo teksto. Ya'ni bu nima ekan? Aynan chet elliklar uchun trak haydovchiligini bilimlarini o'ziga o'zlashtirmoqchi bo'lgan insonlar uchun o'quv qo'llanma. O'quv qo'llanma. Bu degani imtihonda tushadigan 100% savollar mana shu kitobdan tushadi. Bizaniki imtihonlarga o'xshab siz bitta kitobni o'qiysiz, keyin imtihonga borsangiz, umuman boshqa savollar tushadi-yu. Unaqa emas. 100 100 marta imtihonga kirib 100 ta hamma savolni olib chiqing, mana shu kitob ichidan topib beraman. Hammasi mana shu kitob ichida bor. Demak, davom etamiz. Mana shu kitobni o'tamiz. Endi bugun biz sizlar bilan kurs haqida ham gaplashishimiz kerak-da. Kurs mana shu kitobdan o'tiladi. Endi maxsus malaka imtihoni uchun tayyorlov kursi. Akalar, hozir mana O'zbekistonda yapon tili sertifikati borlar juda ham ko'p. Bor, anchagina bor. Hozir mana Samarqandda o'qiyapti universitetda bolalar shaxshunoslikda va yapon tili kurslarida juda ko'p bolalar yapon tili maktabiga kelaman deb yapon tili o'qiyotibdi. Hammasi sertifikatlar olganlari ham juda ham ko'p. Ularning pravasi ham borda, Yaponiyaga kelmoqchi. Lekin ular o'qishga kelmoqchi, kontrakt to'lab mana yerga kelib turib, qaysi ma'noda o'qishni darsiga boradi, kechqurun noch ishlaydi-da, hayot qiyinlashtiradi. Lekin mana agar shuni holatlar bo'lsa, ya'ni haydovchilik sohasiga ishlamoqchi bo'lsa, oddiy, ya'ni juda ajoyib kelish imkoniyati bor. Va u ham mana shu
Tokio vizasi bilan aynan trak sohasida. Endi ana shu insonlarga o'rtadagi nima sertifikat kerak bo'ladi. Endi bu sertifikatga kitoblar, mana shu kitob bor, bemalol ochiq manba, kimdir o'zi mustaqil tayyorlansa ham bo'ladi. Lekin mustaqil tayyorlanishni men sizlarga qaysi zamonda maslahat bermayman. Qanaqadir bir sizlarni ustoz yoki tushuntirib bermasa, chunki bu kitobni tushunish uchun mana bu JFT Basic A2 va JLPT N4 daraja yetmasligi mumkin. O'zingiz mustaqil o'rganishingiz uchun. N3 darajangiz bo'lsa, men kursga qatnashangiz yo'q, o'zingiz o'qing deyman. Chunki N3 darajadagi ya'ni yapon tilida o'rta bilimda odam bu kitobni o'zi amallab o'qisa bo'ladi. Lekin N4 darajadagi odamga albatta nima kerak? Ustoz kerak. Ya'ni tushuntirib, kunlik lug'at beradigan, har bir darsdan keyin test berib yechtiradigan, testlarni tahlil qiladigan, mavzularni tushuntiradigan, so'zlarni tushuntiradigan, o'sha Yaponiyadagi haydaydigan holatlarni tushuntirib beradigan ustoz zarur bo'ladi. Endi Tokio malaka imtihoni uchun tayyorlik kursi. Men o'zim kurs boshlamoqchiman va kurs qachon boshlanadi? 10-noyabrda boshlanadi. 10-noyabr dushanba kunidan xudo xolsa mana shu kursimizga start beriladi. Haftada 3 kun bo'ladi. Dushanba, chorshanba, shanba. Vaqtlar o'zgarishi mumkin. Dushanba, chorshanba, shanba. Hozir ovozga qo'yamiz. Dars vaqti O'zbekiston vaqti bilan 18:00, Yaponiya vaqti bilan 22:00 da boshlanadi. Bu kurs haqida qisqacha ma'lumot. Endi kurs haqida yana ma'lumot. Kurs davomiyligi 90 minut, ya'ni 1,5 soat bo'ladi. Darsda kunlik lug'at, kunlik test va kunlik mavzu o'tiladi. Darslar Zoomda yoki Telegramda kanalda olib boriladi. Uni keyinchalik reja qilamiz. Menimcha katta ehtimol bilan Zoomda o'tsam kerak. Nimaga? Chunki Telegramda ba'zi bir problemalar bo'lib qolyapti. Demak, davom etamiz. Endi maxsus malaka uchun imtihon uchun tayyorlik kursi yana o'sha kurs davomiylik 3 oy bo'ladi akalar. Kimdir qatnashmoqchi bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar 3 oyda mana shu boyagi sizlarga ko'rsatgan kitobimni tugatamiz. Boshidan oxirigacha so'zma-so'z, virgulgacha tugatamiz. Hamma holatni ko'rib chiqamiz. Xudo xolsa, yapon tilidan o'sha boshlang'ich bilimi bor odamlar qatnashadigan bo'lsa, bemalol nima qiladi? Imtihondan o'tib ketadi shu 3 oylik kursda. Imtihon topshirish sanasi fevral oyining o'rtalariga, xudo xolsa mana shu kursni o'qiganlar fevral oyining o'rtalarida imtihonni topshirishni reja qilyapmiz. Balkim 10lardadir, 12, 13. Eng qizig'i, bu sohaning imtihonlari bemalol. Ya'ni bemalol deganim xohlagan payt topshira olasiz. Ertadan keyin imtihon topshirgingiz kelib qoldi, okey, topshira olasiz. 2 oydan keyin topshirgingiz kelib qoldi, okey, topshira olasiz. Chunki O'zbekistonda 9 ta joyda imtihon topshiriladi. Shuning 7 tasi Toshkentda. 2 tasi, bittasi Farg'onada, bittasi Qoraqalpog'istonda. Ya'ni 9 ta imtihon joyida shunday joylarni ko'rsangiz, bo'sh joylarni xohlagan soatingizga va xohlagan kuningizga imtihon joyini topsangiz bo'ladi. Demak, fevral oyida boshlanadi. Endi imtihon to'lovlari akalar, endi kurs o'tganimdan keyin qaysi zamonda bu kursni to'lovi bo'ladi. Kursni men juda ham o'yladim. Boshda 1 milliondan qilsammi dedim. Chunki juda ham muhim kursda uncha-muncha odam o'tmaydi bu kursda. Uncha-muncha odamdan o'ting desam ham o'tolmaydi. Chunki men bu sohada o'zi 15 tacha bolani imtihondan o'tkazib bo'ldim. Ularni bir 10 tasi o'zi xudo xolsa vizaga topshirgan. 3 tasini vizasi chiqdi ham. Ya'ni bu jarayon ko'tarilib boryapti. Ya'ni menda qandaydir tajriba borki, xudo xolsa mana shu kurslarni o'zim o'tishdan qaysi zaman qaror qildim. Kurs narxlari 600 ming so'mdan. Ya'ni hozirgi kunda menimcha Yaponiyaga ishga kelish uchun 600 minglik kurs menimcha juda ham arzon. Oddiy yapon tili kursi ham 600 mingdan yuqori. Oddiy yapon tili prosta borib o'qisaydi. U sizni o'qishga jo'natmaydi, даже o'qishga ham jo'natmaydi. Prosta yapon tili o'qiysiz, oldiga ular ham 800 ming, 900 ming, 1 million bor. Men 600 ming o'sha xalqni o'ylagan holda, sizlarni o'ylagan holda shunaqa narx belgilandi. 3 oylikka naqa. Endi jami 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Agar 3 oyda bittada to'lab olmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni har doimgidek men unaqa hali kurslar sotib, bunaqa bir tajribam yo'q. Shunaqa eshitganman, bittada to'lasangiz, bunaqa skidka qilib beramiz degan joylarni. Shunga men ham shu o'zbek urf-odatigadan chiqmagan holda 1,5 million so'm da to'lasa bo'ladi. Bittada 3 oylik kursga qaysi zamonda dostib beriladi. 200 ming talik bo'lishi kerak pullar deydi. Yo'q, u hazil. Karta, umuman farqi, Yaponiya farqi. Endi keyin yana qilamiz. Endi akalar, kursni mana kursni o'qidingiz, fevral oyida imtihondan o'tdingiz. Endi nima bo'ladi? Endi ketdi. Sizda yapon tili sertifikati bor.
maxsus malaka sertifikati imtihoni o'tdingiz, men tayyorladim, chunki siz uchun tayyorladim, siz imtihonni o'tib yubordingiz. O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi bor. Bo'ldi. Siz endi menda kutib turgan kompaniyalar bor. Ya'ni 10, 20, yuzlab odam so'rayotgan katta-katta logistik kompaniyalari bor. Endi o'shalarga suhbatni tashkillashtirib beraman. Bu yerda bitta narsaga o'tib ketay. Yapon tili sertifikati yo'qlar nima qiladi? Yapon tilini biladi, lekin sertifikat yo'q. Bo'lishi mumkin, yapon tilini o'qigan, sertifikat olmagan. Akalar ular kursga qatnashaveradi. Kursga qatnashaveradida haydovchilik imtihonini topshirayotgan kuni yapon tili imtihoniga ham topshiradi. JLPT ga topshira olmaydi, chunki JLPT fevralda imtihoni yo'q. JFT basic imtihoniga topshira oladi. Har oy bo'ladi. Yoki oldinroq ham topshirib qo'yadi. Ya'ni yapon tilini bilsa, muammo yo'q. Hozir dekabrda topshirib qo'ysin. Xolasa yanvarda topshirib qo'ysin. Yapon tilini bilsa, masalan, ozroq takrorlaydi, imtihonga topshiradi, muammo yo'q. Ya'ni muhimi bu yerda yapon tilini bilishi. Tushundira oldimmi? Endi kompaniya bilan suhbat. Mana shunaqa bir qariyaga suhbat qilasizlarmi? Suhbat kompaniyaga qarab 2 yoki 3 martagacha bo'lishi mumkin. Suhbat qanaqa bo'ladi? Prosta sizlardan oddiy Yaponiya nima uchun kelmoqchisan? Yaponiya nimasini yoqtirasan? Trak sohasida ishlaganmisan, haydaganmisan mashina? Keyin yana qanaqa savollar bo'ladi? Kelajakdagi niyatlaring qanaqa? Shu oddiy o'zimizni masalan, menimcha 99% davlatda shunaqa suhbat bo'lsa kerak. Bir xil savollar. Bu toktiklarda suhbat sal yengilroq o'tadi. Yengilroq deganim, unaqa ichma skilllaringizga e'tibor bermaydi. Nimalarni bilasan, kompyuterda Excelda mana bu formulani yaratishni bilasan demaydi. Ya'ni agar siz bundan toktiklardan bitta yuqori viza borda, Gijinkoku deydi. Gijitsu Jinbun Chichika Kusegyomi degan, ya'ni haqiqiy ishchi viza. Unga lekin ichingizgacha nima deydi, titib yoradi savol berib. Даже bitta masalan Excelda bilaman desa, Excelda nimalar bilasan? PowerPoint'da nimalar bilasan? Shunaqa so'raydi. U sohalarda bunaqa ishlar ham yo'q-da, chunki. Shuning uchun Toktiginoning suhbatlari nisbatan oson o'tyapti. Oxirgi paytlarda menda bo'lgan holat bitta suhbatdan kiryapti bolalar, bitta suhbatdan. Nimaga? Chunki bu sohaga odam juda ham kerak. O'sha yapon tilisi bor, maxsus malaka sertifikatdan o'tgan, haydovchilik guvohnomasi bor. Buni yiqitishdan yapon kompaniyasi o'ziga zarar. Bitta yaxshi nomzodni qaysi tomonda yo'qotadi. Undan ko'ra gapirib turibdi-yu. Mayli sal tutildi, sal hayajonlandi, lekin o'g'raylik degan qaysi tomonda nimasi bor. Shunaqa fikri bor. Demak, davom etamiz. Endi kompaniya bilan suhbat bo'ldi. Suhbatdan o'tdingiz, bo'ldi. Kompaniya sizga aytdi, "Okey, men ishga oldim" dedi. Suhbatdan o'tgandan keyin sirasi shartnoma imzolanadi. Shartnoma bo'ladi, ularda shabloni bor, ism familiyangizni kiritib, oyliklar, hamma soati, necha kun dam olasiz, shartnomasini bir 15 varaqli shartnoma bo'ladi. Yapon tili va o'zbek tilida bo'ladi. O'shani o'qib chiqasiz bittalab, hamma narsa yozilgan bo'ladi. Ta'jil dam olish kunlaringiz necha kun yoki Yaponiyada otpust deydi, yoki pullik to'lanadigan dam olish kunlaringiz necha puldan to'lanadi, dam olish kunlari ishga chiqsangiz qanchadan to'lanadi, soliq qancha to'laysiz, hammasi yozilgan bo'ladi. Bitinigacha yozilgan bo'ladi. Ana shu shartnoma bo'yicha siz oylik oladi. Endi suhbatdan o'tgandan keyin hujjatlarni tayyorlab Yaponiyaga immigratsiyadan vizaga olishingiz uchun topshirguncha 1 oy vaqt ketadi. Ya'ni suhbatdan o'tganlar Yaponiyaga nima deydi, topshirguncha 1 oy vaqt ketadi. 1 oy ichida nima qilinadi desanglar, mana bu o'zi shartnomani suhbatdan o'tganingizdan keyin siz uchun tuzadi. Kamida 2 hafta vaqt ketadi. Yaponlar mana shu hujjatlarga juda ham sekin. O'zi menga bersa, masalan, 3 soatda tayyorlab tashlayman, lekin buni kamida ular 2 hafta tayyorlaydi. Har birdan tekshiradi. Keyin buni sizga yuboradi. Buni sizga yuborgandan siz buni o'qib chiqarsa, qo'l qo'yib, skaner qilib jo'natasiz. Ba'zi kompaniyalar aslini jo'nat deydi. Pochta orqali jo'natasiz shartnomani. Keyin doktordan o'tish kerak bo'ladi. Doktor bunaqa qiyin emas. Bir kunda o'tasiz. Yurak, qon urishlaringiz, o'sha davlanalarni o'lchab, bitta o'zining shabloni bor inglizcha. O'sha shablonni shunda bir kunga borib doktordan o'tib kelasiz. Inglizcha yozilgan joyi yo'q. Bo'ldi. O'sha doktor bilan birga mana shartnomani topshirasiz, pasport topshirasiz, viza uchun rasm topshirasiz, sertifikatlar bo'ldi. Boshqa hujjat kerak emas. Ko'pchilik Yaponiyaga vizaga hujjat desa, bir fayl hujjat tushunadi. Yo'q. Sertifikatlaringiz PDF, pasportingiz skaneri kerak, bitta rasmingiz kerak vizaga. Lekin bo'ldi, mana shartnoma va doktor. Bo'ldi, shu bu yerdan qilinadi hamma hujjatlar. Bu yerdan kamida 100 varaqqa atrofida hujjat qilinadi bitta Tokutigino bo'yicha odam uchun. Men uni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Tokutiginoga topshirilgan hujjat shuni borib ko'rsam, mana shuncha hujjat. Ya'ni dahshat ko'p-da. Ya'ni kamida 90-100 betlik hujjat qilingan. Endi uni ichiga Yaponiyaning sog'liqni saqlash vazirligidan ham olingan Nyukandi bir dunyoni o'sha Yaponiya immigratsiya byurosini
bir dunyo fayllarni ko'rib chiqar, hamma narsa yoziladi-da. Ya'ni ertaga hech qanaqa bir xatolik bo'lmasligi uchun hujjat qilinadi. Bu yerda ana shunga 1 oy vaqt ketadi va immigratsiyaga topshiriladi. Endi viza qancha muddatda chiqadi? Hozirgacha 3 kishining vizasi chiqdi. Yangi soha akalar. Bu 2025-yilda apreldan boshlangan soha. Necha oy bo'ldi? 6 oy bo'ldi. 10-oy, 6 oy bo'libdi. 6 oy ichida akalar, men hozir harakat qilyapman. Boshda ko'pchilik bilmadi nima bu soha deb. Men mana hozirgacha 3 ta odam vizasiga chiqdi. Yana xudo xolisa bir 20 kunlarda yana 3 ta odam vizasi chiqadi. Bittada topshirilgan 3 ta. Endi qarang. Qancha chiqdi? Hozirgacha 3 kishi viza chiqdi. Birinchi nomzod 1-iyul kuni vizaga topshirdik. 29-avgust kuni chiqdi. 59 kunda chiqdi. Ikkinchi nomzodga 7-avgust kuni imtihon topshirdik. 17-oktyabrda chiqdi, 71 kunda chiqdi. Uchinchi nomzodga ham 3-sentyabrda vizaga topshirdik. 17-oktyabrda viza chiqdi, 44 kunda chiqdi. Mana ikkalasini 3 bilan 2 niki 1 kunda chiqdi. Shunday qaradi Yaponiya. Ikkalasi ham bitta kompaniyaga topshirgan. Bitta odam topshirgan vizaga. To'xta, ikkalasini 1 kunda chiqaramiz degan maqsadda chiqardi. Qarang. Mana bu 71 kun, bu 2 oydan oshgan, bu 2 oy rasa, bu 1,5 oyga ham bormayapti-da. Ya'ni vizani shuning uchun men aniq ayta olmayman. 3 oygacha cho'zilib, 100 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun vizani mana realni sizlarga anaqa endi bularning viza chiqqanlar rasmlari, shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun ularni ko'rsata olmayman. Demoqchi bo'lganim viza chiqish muddati har xil o'sha Yaponiya immigratsiyasidagi jarayonga bog'liq. Masalan, odamlar ko'p topshirgan jarayonga tushib qolsangiz, sal cho'ziladi. Kam ochirib qo'yadi. Bizda ochirib navbat bilan bo'ladi-da. Navbat agar bemalol bo'lsa, nima deydi? 40 kun emas, 1 oyda ham chiqib qolishi mumkin. 20 kunda ham chiqqanlari bor. Endi o'sha viza chiqqandan keyin O'zbekistondagi viza chiqdi. O'zbekistonda o'zi viza chiqqandan keyin O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasiga borasiz. O'zini pasportingiz bilan arizalar bo'ladi, shakllarni olib. Yo'q, topshirasiz, bir haftada pasportingizga urib beradi. Bo'ldi, sen Yaponiyaga ketishing mumkin deb. Keyin bilet olasiz, bo'ldi, Yaponiyaga kelasiz. Endi Yaponiyaga kelganingizdan keyin qilinadigan ishlar bor akalar. Siz savol tug'iladi. Bo'ldi, Yaponiyaga bordim, O'zbekistonda pravasi bor. Yaponiyaning pravasi yo'q. Nima qilaman? Shuni mashina haydab keta olamanmi? Yo'q. Yaponiyada deyim, bor nima? Bizlarda shofyor chap qo'lda o'tirsa, Yaponiyada o'ng qo'lda o'tiradi. Bu uchun bizlarda ming zo'r shofyorlar ham moslashish kerak bo'ladi. Endi bu yerda qilinadigan ishlar bor akalar. Birinchi, turar joyini hokimiyatga olib borib qo'yasiz, ro'yxatdan o'tkazasiz va o'sha bizlarda yashash to'g'risidagi ma'lumotnoma olasiz. Juminhyo deydi yapon tilida. Olasiz. Ikkinchi, haydovchilik guvohnomangizni Yaponiyadagi O'zbekiston elchixonasi orqali tarjima qildirasiz yapon tiliga. Ikkita hujjat bo'ldi. Turar joy haqidagi ma'lumotnoma, O'zbekiston pravasini tarjima qildirdingiz. Endi keyin o'zingizga yaqin bo'lgan haydovchilik test markaziga borib imtihon uchun ariza topshirasiz. Endi qanaqa imtihon desanglar, akalar, endi yapon pravasini olishimiz kerak bo'ladi. Sal qiyin, lekin unaqa osa bo'ladi. Hozirgi bo'lgan vaziyatlarni aytib beraman. Yapon pravasini olmasdan turib, rolga o'tira olmaysiz. To'g'ri, kompaniya ichida ishlash mumkin, yuklarni tushirishda, anaqada yordamchi bo'lib turib, haydab nimadir qilishingiz mumkin, lekin o'zingiz uchun alohida trak bermaydi pravani olmagunizcha, yapon pravasini. Gayming kerak qilmagunizcha. Keyin Tokyo kelganlar uchun imtihon kuni 2 hafta orasiga qo'yib beriladi. Mana shu yerda ko'pchilik savol beradi. Qanchada imtihon topshirsa bo'ladi kelgandan keyin desanglar, agar siz Tokyo bilan keladigan bo'lsangiz, hozir Yaponiyada chet elliklar haydovchilik guvohnomasini almashtiraman desa 2-3 oygacha navbat kutadi. Ya'ni imtihon topshirish uchun navbat. Siz Tokyo kelsangiz 2 haftaga qo'yib beradi. Ya'ni sizda birinchi imtihonga qo'yib beradi. Bu kim qo'yib beradi desangiz, bu Yaponiyani adliya o'sha vazirlik tomonidan tasdiqlanganki, agar Tokyo keladigan haydovchilar bo'ladigan bo'lsa, ularda imtihonni tezlashtirib qo'yib beradi. Yusen deydi yapon tilida, ustuvor sana. Ular tezlashtirib qo'yib beradi deydi va sizni qo'yib beradi. Endi imtihon sanasi kelganda imtihonga borasiz va imtihonni topshirasiz. Imtihonlardan o'tganingizdan keyin Yaponiyaning haydovchilik guvohnomasini olasiz va siz to'liq Yaponiyada trak haydash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi bu yerda ba'zi yozilmagan narsalar bor akalar. Birinchi, imtihonga qanaqa, bu qaysi tilda bo'ladi? Imtihon rus tilida bo'ladi, ingliz tilida bo'ladi, koreys tilida, xitoy tilida, yapon tilida. Shuni xudo xolisa mana shu biz endi o'zbek tilida ham qildirtiradigan qilishimiz kerak. Uning uchun hozir ko'proq O'zbekistondan haydovchilar kelishga edi, ko'proq o'zbeklar imtihon topshiraversa, keyin Yaponiya aytadi, demak imtihonni o'zbek tilida ham qilishimiz kerak ekan. Nimaga? Chunki O'zbekistondan ko'pchilik topshiryapti degan narsani aytishimiz uchun bizlarga ko'proq hozir Yaponiyaga o'zbeklar kelishi kerak. Shunda imtihonni o'zbek tilida topshirtiradigan qilamiz. U nima bo'ladi?
Savollar o'zbek tilida bo'ladi. Faqat siz yo'l qoidalarini bilsangiz, qaysi yo'l bilan chapga, o'ngga, o'ng qo'l qoida, chap qo'l qoida, svetofor qizil nima bo'ladi? O'zbekcha bo'lsa bu qaytama oson bo'ladi. Yapon tilida bo'lsa, hozir agar siz rus tilini zo'r bilsangiz, rus tilida topshirasiz, muammo yo'q. Endi bitta akamiz mana birinchi nomzodimiz o'zi Yaponiyaga sentyabrda kelgan edi. Sentyabrda kelgan edi. Bordik, ro'yxatdan qo'ydik, 2 kun ichida keyin pravasini tarjima qildirdik, 1 hafta vaqtimiz ketdi. Keyin bordi, shunday haydovchilik guvohnomasi test markazi bor, imtihonga ariza berib keldi. 2 haftada imtihon navbati keldi. Endi qizig'i, bu akamiz O'zbekistondan kelib turib, imtihondan bittada o'tdi. Qaysisidan? Nazariy, eng qiyini nazariy. Imtihonlar trak sohasida 3 ta bo'limi bo'ladi. Xuddi o'zimizga o'xshab, amaliyot, nazariy test bo'ladi. Keyin o'rtada bitta ko'z imtihoni bo'ladi Yaponiyada trakchilar uchun, oddiy mashina uchun yo'q. Ko'z imtihoni bilan, ya'ni ko'zni aniqligini, ya'ni uzoq yaqinni tekshirish uchun ko'z imtihoni bo'ladi va haydash imtihoni bo'ladi. Eng qiyin imtihon test. Hozir avval 10 ta savol tushaydi, 7 ta topsangiz o'taydingiz. Hozir o'shani Yaponiya qiyinlashtirdi. Nimaga? Chunki jiko ko'payib ketdi. Jiko degani avariya. Avariya ko'payib ketdi. Chet elliklar ular yo'q Yaponiyaga keladi. Yapon tilini umuman bilmaydi. Shunday imtihon topshirib, 10 ta savoldan 7 ta topayapti-da, imtihon Yaponiya pravasini olyapti. Uni olgandan keyin boryapti, u katta trassalarga kirgan payt u yoki yo'l qoidalarini yaxshi tushunmaganligi uchun avariya qilib qo'yyapti. O'shaning uchun bo'ldi, endi chet elliklarda ham Yapon pravasini olishtirish uchun sal o'qitmasak bo'lmaydi, sal imtihonni qiyinlashtirmasak bo'lmaydi dedi. Men buni masalan Yaponiya tarafidan to'g'ri tushunaman. Chunki agar O'zbekistonga ham kelib turib, masalan Afrika yo boshqa davlatlardan kelib turib, hamma O'zbekiston pravasini olib turib borib avariya qilaversa, O'zbekiston hukumatı ham o'ylab chiqadi, to'xta deydi. Mana chet elliklar kelib rosa bizning pravamizni osongina olyapti-da. Boyagi katta yo'lga kirgan payt o'zbekcha narsa o'qiy olmayapti, qonun qoidani bilmay, avariyani ko'p qilyapti. Deydi-da, qiyinlashtiradi. Xuddi shunday Yaponiyada ham ana shunaqa pravani hozir sal qiyinlashtirgan, lekin mana bu akamiz, o'sha bitta kelgan akamiz bittada o'tdi. Ruscha topshirdi imtihonni, bitta urib tashadi. 50 ta savoldan 46 tami kritik to'g'rigan. 45 tadan ko'p topsa o'tadi. 45 ta ham o'tadi menimcha. Ya'ni sal qiyin, lekin buni o'zini kitobi bor, qo'llanmasi bor, 80 betlikmi qo'llanma bor. O'sha qo'llanmani o'qib chiqqan odam nima qiladi? Imtihondan 100% o'tadi. O'zbekiston imtihonni o'tgandan keyin Yaponiyaga vizaga topshirgandan keyin orada kutdi-ku, 70 kun, kimdir 80 kun kutdi-yu. Ana shu kutish orasida men kitobini beraman, Yaponiyaning pravasini kitobini. O'sha payt o'tirib, uyda yapon kitobini o'qiydi pravasini. Chunki yaxshi tayyorlanib kelsa, bittada o'tadi. Endi imtihondan yiqilganlar qayta topshirishadi. Yaponiyaga kelganingizdan keyin kamida 3 oy mashina hayday olmaysiz. Endi bu taxminan yana 3 oy. Agar siz kelib turib bittada pravani olsangiz, 1 oyda ishga tushib ketasiz, ya'ni mashinada ketasiz. 2 oydan olsangiz 2 oy. Kamida 3 oy degani bu yoki 1 marta yiqildingiz, 2 marta yiqildingiz, boring 3 marta yiqildingizda keyin oldingiz. Ana shu uchun men minimal, ya'ni maksimalroq vaqt qo'yganman, 3 oy. Ichida olasiz va keyin siz haydovchilikka nima deydi? Trak haydashga o'tib ketasiz. Bunda oyliklar o'sha birinchi kelgandagi o'sha shartnomadagi oylik beriladi. Haydovchilik pravasini olganingizdan keyin shartnomangizni qaysimonda yana bitta yangilasangiz bo'ladi. Chunki endi siz haqiqiy shofyor bo'ldingiz. Davom etamiz. Endi oyliklar haqida oxiriga olib qo'ydim. Oyliklar qanaqa trak sohasida desanglar, birinchilarga aytaman, oyliklar men buncha deya olmayman. Chunki men hozirgi kungacha ko'rgan oyliklarim 90 ta kompaniyada 90 xil oylik. Parasi ham bor, dahshati ham bor. Bir xil ish qiladi, lekin kompaniyaning budjetiga qaraydi. Ba'zi kompaniyalar, logistik kompaniyalar bor, anaqasi budjeti katta, oylikni zo'r beradi. Ba'zi kompaniyalar bor, endigina ochilgan, endi logistik kompaniya yo'lga qo'ygan, hali budjeti katta, oylikni kamroq beradi. O'shaning uchun bu yerda oylikda kompaniyaga qarab, ishlash vaqtingizga qarab, ya'ni qaysi kompaniyalarda traktor faqat kechqurun ishlaydi, unda yaxshiroq oylik bo'ladi. Qaysi kompaniya traktorlar kunduz kun ishlaydi. Shuning uchun har xilda u qachon qayerdan bilaman desanglar, o'sha suhbatdan o'tganingizdan keyin ishxonaning shartnomasi bor-ku, ashitda yoziladi. Seni ish vaqting ma'muncha, bizlar mana bunaqa ish qilamiz, bizlar turba tashiymiz, bizlar import bo'lib kelgan mahsulotlarni o'sha dengiz bo'yidan olib shahar ichiga tarqatamiz. Ba'zi bizlar oziq-ovqat, bizlar kola tashiymiz. Shunaqa kompaniyada qaysi kompaniyadan ish chiqishiga qarab. Endi eng kamini, eng minimalni yozganman akalaviyatda.
haftada 5 kun ishlaysiz, 8 soatdan ishlaysiz, 230 mingdan 250 minggacha taqriban oylik berishadi. Bo'lmaganda, ya'ni minimal men nima qilmoqchimanki, eng minimalni yozmoqchiman. Ertaga kelgan paytinglar, mana shu mening gaplarimni eshitib kelsanglarda, G'olibjon, sen mana bunaqa oylik aytding. U oylik vafshu u oylikka yetib, u oylik yo'q ekan-ku demasliginglar uchun, ha, sen shu oylikni aytding minimal qilib, ana minimal oylikni olyapman, lekin maksimali ham bor ekan degan gapni aytishinglar uchun men eng minimal oylikda aytishim kerak. Chunki ertaga bu yerda eng muhimi ishonch. Ya'ni men aytgan gapimga javob bersamgina sizlar qaysirini menga ishonasizlar. Ya'ni men aldasa mana chiqyapti-yu hozir Instagramlarda. Yaponiya $3000 oylik, Yaponiya $5000 oylik. Oddiy bitta o'quv markazlari aytib yoryapti. Yaponiyada ham o'qib, ham oyiga $2500 toping deyoradi. Ular ertak ham o'qib, ham $2500 topish qiyin bo'lmaydi desam ham bo'ladi. Topayotganlar bordir, lekin ularning hayotini bitta qarasangiz, uyqu degan narsa yo'q. Agar uyqu degan narsaga qilmay mana bunaqa to'q-to'g'ri ishlasangiz, siz normal pul topishingiz mumkin. Endi bu yerda pravoga ham bog'liqda. Masalan, C pravo bor, bizda C pravo bor, katta fura haydaydiganlar boshqacha oylik oladi. O'rta C oladiganlar boshqa Isuzu haydaydiganlar boshqa oylik oladi. Yaponiyada xuddi shunaqa. Pravo turiga qarab oylik beradi. 7,5 tonnadan 11 tonnagacha mashina haydasangiz, o'rtacha 350 mingdan 250 mingdan 350 ming yenggacha olasiz. Akalar, men dollarda yozmayapman, chunki Yaponiya dollarda oylik bermaydi. Yaponiya yenda oylik beradi. Shuning uchun men yenda yozaman. Mana buni xohlashingda Google ga o'ringda 230 ming yenda dollarda nech pul bo'ladi deb yozsangiz chiqarib beradi. U yerda kursga o'ynaydi-da, dollar bilan kursda. Erta men mayda $2000 bo'layotgan desamda, siz 6 oydan keyin bu videoni ko'rib, shunday ursangiz-da $1800 bo'lib qolsa, aldabdi demasliginglar uchun yenda gapiraman. Bu yen o'zgarmaydi. Dollar o'zgarib ketaveradi. Endi 7,5 tonnadan 11 tonnagacha 250 mingdan 350 ming yenggacha olishinglar mumkin. 11 tonna o'sha katta yuk mashinalariga 350 mingdan 450 minggacha oylik olishinglar mumkin. Bu eng minimal. Hozir menda masalan tayyor vakansiyalar bormi desanglar, bor. Mana shu Ogata deydi. Mana bu Ogata, ya'ni katta yuk mashinalari uchun o'rta oyliklar bor. 350 ming, 400 minglik vakansiyalar hozir bor. 7,5 tonnadan 11 tonnagacha nima haydaydiganlar uchun o'rtasi, ya'ni 300 ming yenggacha oylikli ishlar bor. Ya'ni bu realni bor. Endi yana bitta garaj joyini aytib ketaman akalar. Yaponiyada oylikni o'zi unaqa ko'p bo'lmaydi. Любой kompaniyada ishlayotgan, to'q-tegin emas, o'zi ishchi bo'lib ishlayotganlardan so'rasanglar, 300 ming yen atrofida oylik oladi. Lekin ularda plus taraflari bor. Nimalar desanglar, bonus degan narsalar bor Yaponiyada. O'rtacha o'zi bonuslar yiliga 2 marta beriladi. Oylikni 2 baravari beriladi 1 marta berilganda. Bu eng minimali. Va endi qarang. Va ish vaqtidan qo'shimcha ishlash degan narsa bor. Buni Koreyada ishlayotganlar, o'sha suhbatlarni eshitganlar biladi. Qo'shimcha ishlanadi. Endi sal qarang, siz kuniga 5 kun, haftaga 5 kun 8 soatdan ishladingiz. Ertalab ishingiz 9 da boshlandi. 5 da tugadi ishingiz 8 soatdan keyin. Nima qilasiz? 5 da 6 da borib, uyda soat 11 gacha Telegram tutkilab o'tirmaysiz-ku. Kalasi boradi, shunday bir magazinga bir soatlik poziq ishlarni topib oladi. O'zbeklarda deyarli 90% nosh ishlarni qiladi va yaxshigina pul topadi. O'zini oyligi kam, lekin shunaqa ishlar qilinadi. Endi bu yerda o'sha qo'shimcha Zangyo haqida gap ketadi. Zangyoga albatta o'zingizning oyligingizga nisbatan 25% qo'shiladi. Agar o'zingizning kompaniyangizda ishlashingiz mumkin. Endi ish vaqtidan qo'shimcha ishlaganda doim boshqa kompaniyaga ishlash haqida nazorat tutmang. O'zingizning kompaniyangizda ishlaysiz. 6 da ishingiz tugashi kerak, lekin yana 3 soatlik ish bor. Soat 6, 7, 8, 9 gacha ishlaysiz. 3 soatingizga sizga qo'shimcha ish yozadi Yaponiya. Tushuntira oldimmi? Endi unga yaxshigina yozadi. Endi masalan, oylik 300 ming oylik olyapti deysiz, o'rtacha hisoblayapman. Oylik trak sohasiga kelsangiz 300 ming oylik olyapsiz. Bonus haqida gapiraylik. Bonus yilga 2 marta oylikni 2 baravar dedim. Yilga 2 marta bonus olasiz, oylikni har bir olganingiz 2 baravarini olasiz. Shunda 2 marta oylikni 2 baravari 300 mingdan hisoblasak, 1 million 200 ming yen bo'ladi. Ya'ni bonusingiz, yillik bonusingiz. Va u dollarga hisoblasak, hozirgi kurs bo'yicha akalar, shuni joyini hisobladim. $7800 bo'lar ekan. Uni 12 ga bo'lib yubordim, 650 dan tushdi. Bu degani, agar siz yiliga 2 marta 2 baravardan bonus olsangiz,
oyma-oy $650 ishladi degan bilan barobar. Men endi eshitganim, oyligini 7 barobargacha oylik oladigan, bonus oladiganlar bor. Oyligini 7 barobar tasavvur qilyapsizmi? Oyligini men kechagina bitta vakansiya bilan Semonga kollejni bitirgan bolani bitta ishga joylayapmiz. O 2 marta bonus, oyligini 3 tur barobar ekan. 3 yoki 4 barobar ekan. Men minimum yozdim. Endi 1 barobar bo'lib qolishi mumkin. Unda hisoblayverasiz. Endi minimum shu 2 barobar deb hisobladim. Shunga qaraysiz, endi bonus bermaydigan kompaniyalar ham bormi? Bor. Ishga kirguncha qaraysiz. Bonuslarga e'tiborliroq bo'lasiz, chunki bonuslari ko'rdinglar qanaqa pulga aylanib ketishi mumkin. Oyiga qarang, $2000 topsangiz oylikda, oyligingizdan 650 qo'shilsa, $2650 bo'ladi. Shuning uchun bularga ham e'tiborliroq bo'lasiz. Demak, shu endi ish vaqti qo'shimchasiga yana bir to'xtalay. Menda realni ko'rgan narsam, yaqinda bitta trak kompaniyaga bordim. O'zbeklar ishlayotgan ekan. Uni nechtadir o'zbek ishlaydi ekan o'sha kompaniyada. Hammasi har xil ish vaqtida tugatar ekan ishini. Nimaga? Chunki trak sohasida yo'lda probka bo'lib qolishi mumkin akalar. Probka bo'ldi, ichida keldingiz, probka bo'ldi. Ana shu holat sizga qo'shimcha ishga yoziladi. Bir joyga yukni tashlab kelishingiz kerak, bir reys, masalan 300 kilometr yukni tashlab kelishingizga bir kunga bir marta. Bordingiz, yo'lda probka bo'lib qoldi, nimadir bo'lib qoldi. Yukingizda xullas nima deydi? Mashinangiz buzilib qoldi qaysidir ma'noda va hokazo. Ular ishxonadan ketayotgan paytda ID kartangizni urasiz. Ishxonadan kirganingizda ID kartangizni urasiz, ana shu vaqt hisoblanadi. Chunki o'sha yigit akalarimiz bittasi 11 da kirib keldi kechqurun. Nimaga kech ketsa, probkada qolib ketdim. Endi urasizda kartanda, endi uraman dedi. Bu degani uni shu 6 da tugagan bo'lsa, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 soat qo'shimcha ish qildi. Ana shu 5 soat qo'shimcha ish ham kamida $50 bo'ladi. Kamida. Masalan $60 bo'lib ketishi mumkin. 5 soat qo'shimcha ishi bir kunga. Trak sohasida qo'shimcha ish обязательно bor. Oyiga kamida 50-60 soat zangiga bor deb hisoblayvering. Bu juda zo'r ish. Juda zo'r degani. Chunki siz kuniga 12 soat ishlasangiz hech narsa qilmaydi, mashinada o'tirib. Soat kuniga 4 soatdan qo'shimcha ishlaysiz, u mana oyligingizni dahshatli ko'rinishga olib keladi. Dahshat deb vahima qilib, ya'ni zo'r ko'rinishga olib keladi. Bu sohada ishlayotganda hali nolayotgan men bolani ko'rmadim, oylik ekan deb, ya'ni hamma shukr qilib qaysi tomonda ishlayapti. O'zbeklar unaqa ko'p emas, xudo xohlasa shuni ko'paytirish niyatimiz bor. Endi akalar, oxirgi O'zbekiston Yaponiyaga kelmaganlar uchun Yaponiyaga kelishingiz uchun asosiy sabablar. Men o'zim 3 yil bo'ldi Yaponiyada yashayotganimga. Tokioda yashadim, Saitamada, Chibada, Yokohamada yashadim va hozir Nagoyada yashayapman. Har xil shaharni ham ko'rdim, tabiatni ham ko'rdim. Akalar, Yaponiya prosta dahshat. Birinchisi rivojlangan davlatda yashash imkoniyati, ya'ni Yaponiyada haqiqatni bilamiz, rivojlangan davlatga kiradi. Ikkinchisi chiroyli shahar va chiroyli tabiat. Buni men bemalol Lubey odamlar qaysi tomonda sporlashishi mumkin, to'g'ri, Shvetsariya bilan qaysi tomonda oldin-ketin bo'lishi mumkin, lekin uncha davlatdan tabiati va shahari chiroyli. O'zi shahar va tabiat chiroyli qiladigan narsalar akalar, tozalik va nima deydi, madaniyat deydi-ku, odamlar tartibi. Masalan, qaysi ma'noda Fransiyalar ham rivojlangan chiroyli shahar bo'lishi mumkin, lekin Fransiyadagi o'sha ko'chadagi odamlarda odob axloqlari, keyin tozaliklari, men borib kelganlar aytadi, tozalik bo'yicha Yaponiya baribir dahshat deydi-da. Yaponiyada yurgan akalarimiz aytadi. Endi yuqori darajadagi servis xizmatlari, albatta Yaponiya bilamiz, servis xizmatlari bo'yicha number 1, 2, 3 orada tursa dunyoda-da. Shunaqa xizmatlardan siz ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi men chiroyli shahar, chiroyli tabiat bu haqiqatan sizga tekin bo'ladi. Nimaga? Chunki siz trak haydaysiz aka, Tokioning ichida mazza qilib trakda yurasiz. Tog'li hududlarga chiqasiz. Prosta mazza qilasiz. Mana quri bitta shaharda ichida yashagan, shaharda kunlik ish qilgan odamlar Yaponiyaning tabiatini, shaharni ko'ra olmaydi. Lekin trakda yurgan odamlar Yaponiyaning Lubey manzarasini ko'radi, Lubey joyini boradi. Bu sizga tekin sayohat. Hozir O'zbekistondan Yaponiyaga $2,500-3,000 sarflab odamlar bir haftaga sayohat qilib ketyapti. Ana shu sayohat sizga tekinga tushadi. Tekinga. Endi inson qadri, bu yerda nima uchun men inson qadri deb yozdim, tushuntiraman. Asosan shu Rossiya bilan bog'laganman. Ya'ni bilamiz, hozir Rossiyada o'zbeklarga nisbatan qullik kayfiyat hukm suryapti deydi-ku. Odamlar ya'ni bizani qaysi ma'noda mensimayapti. Gapira olasiz, do'xingiz bor, lekin o'tmaydi. Yaponiyada men masalan 3 yildan beri biror marta kamsitilganimni ko'rmadim. Doim men qaysi ma'noda inson sifatida qadrlanib, inson sifatida meni doim hurmat qilishadi.
Kimdir meni masalan qattiq gapirsa, даже ikkinchi yapon masalan to'g'rilab urushma deydi masalan. Urush eshitgan paytlarim bo'lganmi? Mabodo bo'lgan bo'lsa ham eslolmayman o'zimni xatoyim bilan. Qonun qoidaga bo'ysunmaganim, kechikkanim uchun qaysi ma'noda bundan keyin ehtiyot bo'lgin-a, kechikmagin degan shunaqa bir yoki urushish ohangidagi nimalarni eshitganman. To'g'ri, kimdirlar eshitayotgan bo'lishi mumkin, urush u ham qaysi ma'noda o'zini aniqasi. Lekin bu bilan yaponlar oppoq demoqchi emasman. Yaponlarda ham ishda bor, urushadigani qaysi ma'noda yomonlari bor, lekin umumiy olganda hammada ya'ni siz xudo xolasa bir kompaniya ishchisi bo'lsangiz, sizga yaxshi muomalada qiladi. Aslo bunaqa urush eshitayotganlar yoki vizasi yo'q, ko'chada yoki eng qaysi ishda ishlayotganlarga yomon muomalalar qilinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin siz bir logistik kompaniyani haydovchisi bo'lib kirsangiz, siz xudo xolasa unaqa muomala eshitmaysiz. Hayot sifati deganda nimaga? Shu hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Hamma narsa joyida, pochta deysizlarmi, magazin, do'kon, poyezd, hamma narsa sifatli hayot. Endi buni qanaqa deb nomlasangiz o'zingiz bilasiz. Tartibli hayot. Ikkalasini bitta qo'rsangiz, tartibli hayot degani O'zbekistonda umuman vaqtini rioya qilmaydigan, vaqtini kontrol qilmaydigan odam ham Yaponiyaga kelgandan keyin vaqtini kontrol qiladigan bo'ladi. Nimaga? Chunki hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. O'z vaqtida ishga borishingiz kerak. Bormasangiz urush eshitasiz. Ya'ni hayfsan olasiz. Bu bir poyezdlar o'z vaqtida keladi, avtobus o'z vaqtida keladi, hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Siz chunki bu yerga kelganingizdan keyin qo'shimcha ishlar qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ishingiz ham vaqti bor. Ovqatlanishingiz kerak. Soat 10:20 da poyezd kelayotgan, uning uchun 10 minut poyezdgacha boraman. 20 minut vaqtim bor. O'zidan Yaponiya sizni vaqtingizni shunday nima deydi? Tartiblab qo'yadi ishingizni. O'zbekistonda kechiksangiz ham hech kim urushmaydi-da yoki bugun bormayman deb qo'yaverasiz. Yo'q. Unaqa narsa yo'q. Bu yerda o'zi 2-3 marta ishga masalan bormayman dedingizmi, o'zi sizga chora ko'radi, ishda haydab yuborishi mumkin. Endi akalar, Yaponiya ajoyibotlarini bitta YouTube'da bitta video ko'rib qoldim. Agar Yaponiyaga kelmoqchi bo'lsa, o'zi Yaponiya qanaqa davlat demoqchi bo'lganlar uchun men bitta YouTube kanal qoldiraman hozir gruppaga. O'sha kanalda Yaponiyani bir 50 minutlik hamma viloyatlarini video qilib chiqqan. Chiroyli joylarini, nimalar muhim, nimalar bor, bu joyda nima bo'lsangiz, nimalarni ko'rasiz. Hamma joyni ko'rish, o'sha yuqori Sapporo, Hokkaido, ya'ni qorli hududdan u pastki yomg'irli, tabiatli joylarga Tokio, Osaka hammasini ko'rsatgan. Bitta ko'rib chiqsangiz, Yaponiya haqida o'sha ancha taassurotga ega bo'lasiz. Ya'ni Yaponiya o'zi borishga arziydigan davlatmi yoki yo'qmi degan savolga javob olasiz. Endi oxirgisi kurs narxlari. O'sha summalarni aytdim. Yaponiyadagilar ham bor. O'qishni tugatayotgan akalarimiz agar shu kursda o'qib, haydovchilik pravolari bo'lib turib, yapon tili sertifikatlari bo'lib turib, bo'lmasa ham yapon tilini biladiganlar shu kursda o'qib, Tokio bilan trek sohasiga o'tmoqchi bo'lsa, kursga qatnashishi mumkin. Zoomda yoki anaqada bo'ladi. Yaponiya vaqti uchun juda ham qulay. Yaponiyadagilar uchun 7700 yen bo'ladi bir oylik va anaqa bo'ladi. 600 ming bilan O'zbekistondagilar uchun. Yaponiyadagilar uchun Yucho Ginkoga tashlaydi. O'zimning kartam bu. Mana bu anaqalari, buni alohida tashab qo'yaman va O'zbekistondagilar uchun mana bu kartaga tashlanadi. Albatta bu to'lov qilaman deganlar meni alohida hozir lechkamda gruppaga yozaman, lechkaga yozasizlar. Alohida buni sizlarga tashlab beraman.